edik, masjidda edik. Shunda bir birodar hali asr boshlanmagan edi, nafl namoz o'qiyotgan ekan. Unda telefoni jiringlab qoldi. Shunda endi haligi yo o'chirmaydi, yo boshqa qilmaydi. Endi anchadan keyin 2 rakatda shu naflni o'qidi-da, xullas kalom o'qib bo'lgandan keyin fikr tashlanib qoldi. Men aytdim, o'chirib qo'ysa bo'laverardi dedim. Desam, bir katta odam, dedi, siz bidiyat qilmang, o'chirsa bo'lmaydi, namoz buziladi, deb u aytdi. Men aytdim, bu dedim, nafl namoz bo'lsa dedim, hattoki sunnat namozlarida dadasi chaqirib qo'ysa turib chiqib ketadi, dadasiga yugurib deganini eshitgan edim. Shundan kelib chiqib aytdim dedim. Shu savolim shu. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Mahmudjonga. Bu telefon masalasi yaqin orada paydo bo'lgan masala bo'lgani uchun bu haqida turli fikrlar bor. Ya'ni avvalgi siz aytayotgan otasi chaqirib qolgan mahaldagi masala endi eski masala. Hamma mazhab ulamolari bu haqida o'zini fikrini bildirishgan. Ya'ni nafl namozda turgan mahalida chaqirib qolsa, o'shunda ham aytiladi, qanday chaqirishlik. Masalan, yengil-yelpi chaqirish bo'ladi. Masalan, ba'zida o'zimiz ham chaqirib qolamiz, qarab, bolam namoz o'qiyotgan deb qo'yib, ya'ni ko'rmagan paytda chaqirib qolinadi-da, keyin haligi chaqiriqni chekkaga qo'yiladi. To namoz bitgungacha u chaqiriqni davom etkazilmaydi-da. Namozini bitgandan keyin murojaat qilinadi. Ya'ni shunaqa chaqiriqda javob bermasligi joiz. Ya'ni shunaqa holatni bilsa, davom etkazaveradi. Namoz tugagandan keyin boya chaqirganingiz namozda edim deb turib murojaat qilaveradi. Endi ota-ona bilan farzandlarning o'rtasidagi muomala shunaqa bir-birini tushunadigan muomala bo'lsa, ota-ona ham g'azab ham qilmaydi, hech narsa qilmaydi, bu yerda namozni bemalol oxiriga yetkazadi. Endi ota-ona johilroq bo'lsa yoki o'ta bir asabi buzilgan yo qattiq qo'rroq shunaqa odamlar bo'lsa, chaqirayotgan mahalda namozni tugatadi-da, o'sha yerdan otasiga javob berib, ish bitgandan keyin kelib o'sha namozni oxiriga yetkazadi. Ya'ni nafl namozlar agar oxiriga yetkazilmasa, o'sha odamning bo'yniga vojib bo'lib qoladi. Har qanday nafl ibodatga tegishli, namozda emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam umrani g'azosini qiladi, o'zi umra ham nafl, lekin oxiriga yetmay qolganligi uchun Hudaybiyada qazosini qiladi, ya'ni umrani qazosi deb keyingi yilga. Xuddi shunaqangi Hanafiy mazhabida ham bir namozni boshlasangiz, oxiriga yetkiza olmay qolsangiz, nimadir bo'lib buzilib ketsa, shu namozni oxiriga yetkazib qo'yish endi vojib bo'lib qoladi. O'zi avval vojib emas edi, lekin oxiriga yetmaganligi uchun endi uni oxiriga yetkazib qo'yishlik kerak bo'ladi. Yarim yo'lda tashlab ketilmaydi. Ro'za tutsangiz ham, nafl ro'za tutsangiz, nimadir bo'lib ochilib ketdi, mehmon keldimi yuzga, yo boshqa bir sabablar bilan ochib qo'ydingiz. Keyin o'sha ro'zani, ya'ni nafl ro'zani qaytadan tutib berishligingiz vojib bo'ladi. Bu endi avvaldan bor bo'lgan masalalar. Endi yaqin oradan beri telefon degan narsa chiqib qoldi-da. Juda ko'p masalalar, telefonga aloqador masalalar bo'lib qoldi. Albatta endi buni yangi mana shuni yechib berayotgan odamlardan murojaat qilib, o'shalarda aytayotgan gaplari olinadi. Ya'ni avvalgilarda endi telefon haqidagi tasavvuri bo'lmaganligi uchun o'zi telefon haqida gapirmagan. Shuning uchun avvalgilari kitobidan izlashlik noto'g'ri. Telefondagi voqelik, agar telefon namozni buzmaydigan bo'lsa, masalan, kimdir telefoni cholinsa ham bu yoqdagilar e'tibor bermasdan namozini davom etkazadigan bo'lsa, buni olib o'chirishlikka hech qanaqa ehtiyoj yo'q. O'zi aql esli odam namozga turgan mahalda hech bo'lmaganda ovozini o'chirib qo'yadi, ya'ni bezuvq qilib qo'yadi yoki telefonni butunlay o'chirib qo'yadi. O'zi mana shu ishni qilishligi to'g'ri. Odamlarni shunga chaqirish to'g'ri. Namoz boshlanishdan avvalda haligi saflarni tekizlab olinglar, bo'sh joylarni to'ldiringlar degan imomning chaqiriqi bo'lardi. Shunga endi ba'zi bir imomlar hozir qo'shib qo'yishadi. Telefonlarni o'chirib olinglar yoki ovozlarini o'chirib qo'yinglar degan qo'shimcha qilib qo'yapti. Mana shu yaxshi narsa. Chunki o'shanaqa beparvoroq odamlar ham darrov o'shanaqa paytda aqliga kelib ovozlarini o'chirib olsa, hech kimga muammo bo'lmaydi. Endi o'chirmagan bo'lsa,
shuni ovozi ba'zida haqiqatda odamlarni juda ham asabiga tegadi. Ba'zilarida o'sha ibodatdan chalg'itadigan darajada haligi ovozi baland qilib olganligi uchun odamlarni behuzur qiladida. Shunaqa mahalda qo'lini cho'ntagiga tiqib o'chirib qo'ysa yo boshqa qilsa bo'ladimi desa, endi o'sha namozdagi qaysidir amalni bajarish mumkinmi, mumkin emasmi degan masalaga qaytadi bu. Hanafiy mazhabida namozda turib boshqa bir amalni bajarib bo'lmaydi. Ya'ni takbiri tahrima deydi, Allohu akbar deb namozga kirgandan keyin bo'ldi. Boshqa ish bilan shug'ullanish, ya'ni namozdan boshqa ish bilan shug'ullanish harom bo'ladi. To salom berib namozdan chiqqungacha boshqa har qanaqa ishni chekkasiga surib qo'yadi. Ya'ni ish deyotganda bir amaliy uzoq bir mehnatni nazarda tutmayapti. Har qanday dvijeniyani, ya'ni hozir yana men tushunarliroq bo'lish uchun aytyapman. Masalan, televizorda bo'layotgan narsani pultni bosib o'chirib qo'yish yo boshqa kanalga olib qo'yishlik va yana shunga o'xshagan magnitofon aytsa quloqni burab qo'yishlik, telefonning muzikasi chiqib ketsa uni knopkasini bosib qo'yishlik, yana shunga o'xshagan ba'zi bir narsalarni o'sha namozni buzadigan amal deb hisoblaydi. Ya'ni har qanday o'sha qilinadigan amallar. Hatto o'shunchadan agar deydi boshidan bosh kiyimi tushib ketsa, uni qaytib olib kiyib olmasin. Agar alohida amalsiz yana bir shunday bir harakat bilan qaytib kiyib olishda imkoni bo'ladigan holat bo'lsa, zarari yo'q deydi. Ba'zilar aytadi, bir qo'li bilan shuni to'g'rilab olsa, ya'ni tushib ketayotgan boshdagi kiyimini joiz deydi. Lekin ikki qo'llab qiladigan narsa bo'lsa, uni yerdan olib, uni boshiga qaytib yana kiyadigan bo'lsa, qilmasin uni deydi. Chunki namozni buzilishiga sabab bo'ladi deydi. Endi Hanafiy mazhabida bu. Boshqa ba'zi bir mazhablarda o'shanaqasi namozi buzilmaydi. Ya'ni shunaqa bemalol shapkasini olib kiyib, yo bo'lmasam kiyimini ba'zi qismini to'g'rilab olib, yo shunga o'xshagan narsalarni qilsa, namozi buzilmaydi. Endi Hanafiy mazhabi ulamolari o'sha qimirlashlik, boshqa harakatga nisbatan qattiqroq yo'l tutgan. Shuning uchun ham hatto ba'zilar hali ishtonini ko'tarib olish bor-ku. Endi oxirgi davrlarda hali shim degan narsa chiqqandan keyin ruku sajda qiyin bo'lib qolgan. Avvalgi odamlarning kiyinishida ruku sajdaga hech ham ma'ni bo'lmagan. Xohlagancha ruku, xohlagancha sajda qilsa hech qanaqa ishtoni tushib ketgan emas. Keyingi davrga, oxirgi 100 yillikda chiqqan kiyimlarda o'sha engishganda rukuga, keyin sajdaga ketgan mahalda haligi tizzasini bir tortib teparoq qilib olmasa, tizza shimni pastga tushib ketishligini, ya'ni shunga bo'lgan turtkini paydo qiladi. Shuning uchun ba'zi birlar sajdaga ketishdan oldin yo rukudan ketishdan oldin bir tizzasini haligi shimini tepaga bir tortib ko'tarib olib, keyin ruku, keyin sajda qiladi. Mana shu haqida katta ixtiloflar chiqqan o'sha davrlarda, ya'ni o'sha shimlar kirib kelib ommalashgan mahalda. Alloh rahmat qilsin. Rafiq qori akamiz aytib berganda, endi ular ko'rgan davr bo'lganda, shim kelib, yoshlarimiz shim kiyishni o'rganganda ustozlarimiz baloyi om bo'ldi shu. Hamma odam bunday namoz o'qiyotganda kimi qarasang ikki qo'l bilan shimini tortadigan bo'ldi. Ikki qo'l bilan qilingan namozdagi har qanaqa amal namozni buzar edi deb. Shuni ustida yaxshigina bahs bo'lgan. Ya'ni buzadimi o'zi shu, buzmaydimi deb. Hatto ba'zi bir o'sha fatvo berganlar ikki qo'lda qiladigan amalni hatto bir qo'lda qilsa ham, ya'ni o'zi asli ikki qo'lda qilinadigan amalni bir qo'lda qilsa ham namoz buziladi deb turib, mana shu narsada juda ham qattiq olishgan. Shuning uchun Hanafiy mazhabida o'sha amallarni namozni paytida boshqa amalni, masalan, cho'ntagidan telefonni olib, buni knopkasini bosib o'chirib qo'yishlikni namozni buzadigan amal deb biladi. Lekin masalan boshqa mazhablarda shu ishni qilaveradi. Bemalol cho'ntagidan terlab ketsa haligi ro'molchasini olib, peshonasini yaxshilab artib, yana qaytib ro'molchasini tashlab cho'ntagiga solib qo'ysa deydi, namoz ketaveradi deydi. Shuna qilishaveradi namozni ular. Lekin Hanafiy mazhabida o'shanaqa qilsang namozing buziladi deydi. Shuning uchun bu yerda mazhablarning fikrlari har xil. O'zi iloji boricha o'zi odamlarni namoziga bir halal yetkazmaslik uchun o'chirib olishsin birinchisi. Endi o'chirib olmagan bo'lsa, Hanafiy mazhabida bo'lsa, qo'lini qimillatmaydigan tarzda, ya'ni amal darajasiga o'tib ketadi-yu ba'zida harakat. Shunaqa amal darajasiga o'tib ketmaydigan tarzda o'chirib qo'yish iloji bo'lsa mayli.
Ya'ni bunga misol keltirishadi, masalan, ari chaqib olsa, nima qiladi desa, bir zarb bilan haligi arini tushirib yuboradigan darajada bo'lsa, bu namozni buzmaydi deydi. Ya'ni bir qo'l bilan qilinadigan harakat. Shunga o'xshagan holat bo'lsa, vallohu alam, o'chirib qo'yib davom etkazaveradi. Lekin uni hali cho'ntagidan olib, ba'zilar hali kod ko'pkadi, uni kodini ochib, qulog'ini burab o'chiradigan bo'lsa, endi u haqiqatan namozdan tashqari qanaqadir bir amal bilan mashg'ul bo'ldi degan hisoblanadi-da. Mana bu narsa Hanafiy mazhabi bo'yicha vallohu alam namozni buzadi. Endi boshqa mazhablarda bo'lsa, endi mayli o'zini mazhabiga muvofiq ish qilaveradi. Vallohu alam bu narsa shunaqa ijtihodiy masala. Shuning uchun ham har bitta odam o'zini mazhabiga murojaat qilsa, yana ham to'g'ri bo'ladi.